Assalomu alaykum, Islom Studios kanali a'zolari, hurmatli obunachilar. Bugungi darvozamizni xudo xolasa olib kelib o'rnatdik joyiga. Bugun manzilimiz xudo xolasa Namanganga Chortoq olib kelib o'rnashtirdik. Hurmatli obunachilar, kimga qiziq bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Qishloqning nomi nima edi aka? Peshqo'rg'on. Peshqo'rg'onga xudo xolasa. Darvozani chiroyli qilib olib kelib o'rnatdik. Eshigimiz mana 90 sm ochiladi eshik qismi. Darvozamizni razmerlari ham yo'q, cho'tki bo'ldi, joylariga ham zo'r o'rnashdi. Chekkalariga regllarni qo'yishib, akamiz bamani qilib uyni solishgan ekan. Mana xudo xolasa darvoza zo'r o'rnashdi. Ochib yopib ko'rsatdim. Qutilari har doimgidek zentrallanadigan darvozalarimiz ochilishlari. Tepa qismi promoy bo'lgan, alohida 70 sm joy ochilmaydi. Materiallarni ma'lumot qilib beraman. Stokalari o'lik shillerdan bo'lgan. Profillar 6x4, 1.7 sina. Listlarimiz 2likdan bo'lgan. Yuziga cho'tir listlarni qoplab berganmiz. Duayni xudo xolasa. Polni ikki chasbaylarimiz ham qalindan bo'lgan keladi. Zamoklarimiz har doimgidek zo'r zamok. Kraskalarimiz vanishniy kraskadan, GK2 470 vanishniy kraskalardan ishlatilgan xolasa. Bu darvozamizni 1 kvadrat metrda 1 milliondan olib kelib o'rnatib berdik. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar, kelsalar. Xudo xolasa, shunaqangi darvozalar kerak bo'ladigan bo'lsa, tayyorlab beramiz.